Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolğanda şemşirimni çıkırıp qattiq to'layman. Malım Bu çağda yolvaz, eriş yolusu aydınıdır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretli ademge aydınıdır. Benim özgürüş sırımni dostum Şadır'ları son sırız. Yasa o, ve o üç kişili bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantar Kalaşnika'ya olmasına bile köreş kılınır. Yaxshi bo'ldi, Oko. Haqiqatda yaxshi bo'ldi. Mening sen hil ilgirlabsan, Oko. Senin seviyen burunqinimdan ko'p eshitdim. Men bundan baxusham. Oho, sen hozir o'zingni qiyilini tutib ololmaydigan bo'psan. Bu haqiqiy o'zgarish. Men dedim, o'zgarish? Men burunqi o'xshashlar. Sen azalda bundan maqtab bakmagan. Hech qaysimiz o'zgarmadik. Havo o'zgardi. Men yaqinlaydigan o ko'z qarashni unutib qoldim, pistek. Odam degan o'zgaradi. Men shahzodani xatolashdi deyishdan o'ng'aysizman. Lekin odam ilm yaxshi xatoligini ig'ir emas. Insonning mohiyatidan ilib aytganda, yaxshi odamlar hamon yaxshi bo'ldi, eski odamlar hamon eski bo'ldi. Sen xatolashding, mutlaq xatolashding, Shibiling. Yo'q, hozir o'zgartirishga ulgurmiz. Men qilib qo'ydim, Gogin. Sen diyorsiz orildagi barliq go'zal narsalarni yo'qot deb buyruq qilyapsan. Bu kishilarning nazaridan tushib qolgan ish men endi hargiz qilmayman. Sen nima deyapsan? Mening deginim bo'yicha chiqib, bu oralda men buyruq tushiraman. Yo'q, endi apsin o'qib kelgun keltirmayman. Hargizni qo'polmoq bo'lmayman. Men asli bir yaxshi ayol sehriga etdim. Lekin mening ahmoqligimdan sen meni eski bir odam qilib qo'yding. Sen yana bir yaxshi sehriga, ham yaxshi, ham eski. O'ylab baq, men sana yordam qilib Dandun shohni og'dirdim. Sen onun bilan bir zindonga solinsan. Lekin men sendan qo'rqmayman, Gogin. Ko'rib baqaylik qani. Sen sehrini düşman ishla. Sen düşman. Sening jinoiy hukmronligingni endi ko'gim yo'q. Muhafizatchi. Uni Dandun shoh bilan bir zindonga solanglar. Agar hiyla qishaqqa ishing og'irsa, uni bilan bir zindonda tur. Nima? Uni Gogin o'zining jinoiy sherigini solab qo'ydi ekan-da. Do'st emas. Dandun shoh, sening dushman emasligingni endi bildim. Biroz kechikding Shibiling. Hozir ikkimizni Goginning tutqini. Balkim kechikmagandimiz. Mening sehrim bizni zindondan qutuldirib qola oladi. Lekin men nega borman? Kimmi bizga yordam bera oladi? Agar sen rostli jinoyatingni yuvib yaxshi odam bo'ladigan bo'lsang Shibiling, Dandun shoh va Xiyman bizni qutuldiradi. To'g'ri, men itmirga berishim kerak. Men cho'qim burunqi jinoyatimni yuyayotganligimni ularga isbotlab berishim kerak. Bu mushkul. Senda kechirishga tegishli joylar bor. Men buningga tirishiman. Men seni erkinlik erishtirishni orzu qilaman. Men buni burilib kutgandim. Men yana biroz saqlab turay. Ular balki sana ishinib qolar. Endi mang'in. Tez bo'l. Men yana kelaman. Shoh, sening shoh taxtida o'ltirganini ko'rishni orzu qilaman. Qaranglar, men odam o'zgarmaydi degandim-ku. U yana kechikdi. Kechiringlar, qopqaptimi? Bugün ayol sehrgar Shibilingdan bir xabar oldim. Shibiling uni qilmoqchikan. Goginni mag'lub qilishga yordam qilishni iltimos qilib ketdi. U jinoiy qilmishni yuvib yaxshi odam bo'lmoqchi. O'zgaribdimi? Shibiling burun etnirdagi eng qabih ablaqdi. Lekin u hozir yordam talab qilgan qandoq murad qilgani bo'lsin? Oson ish-ku. Yo'qdisa bo'ldi. U bir eski narsa. Men anlagan. U bir qushni uzun tutib belajam o'ylantirib aytgan. Xaliskorniki shartlarisi ularni asliga keltirgan. Oko,
Biz har qanday kishining yordam talab qilishini rad qilmaymiz. Men uni taklif qilib qo'ydim. Uni oliy mehmon qatorida kutib olaylik. Uning menga bergan ta'siri yaxshi emas. Әзірім әпістек, сән белікке оқшаш яқшы боп кеттің. Болып мұн пұтыла белік. Qadrlik padişah, sizlarning meni qabul qilganingizga rahmat. Sizlar mendek burunqi dushmaninglarga kengchilik qildinglar, ishondinglar. Bütün alemning tinchlig'i va ittifoqligi bizning maqsadimiz. Buni oldi bilan etniridan boshlaymiz. Sen bu yerda qarshi elinsan. Menimcha uning osonlashishib bo'lmaydi. Tandin shahning xalqi uni hurmatlaydi. Lekin Gogin uning xalqini qul qilib oldi. Men Goginga yordamlashdim. Bu mening xatoligim. Qulluq tuzum to'limi qabi. To'g'ri gap. Men o'zimni o'zgartiraman. Tandin shahti hayot. Lekin u Goginning tutquni. Biz birlikda uni qutqiza olamiz. Biz uni qutqizamiz. Qarğanda biz öz işimizi qılmasak mı boğarek? Onunla hata işini qilmasligimizni umid qilaman. Xata bo'lsin kerak yo'q. Seni bu yerga taklif qilishim ayb eding. Sening qobiliyatingni hech ishga selish to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat sana Gogin. Sen to'limi baxsizkansan. Shibilingning xoinlik qilib dushmanga aylanib ketishini kim o'ylasin? Uning zodi nimalar qila oladiganini bir ko'raylik. Qanday qilib Shibilingni yanada askarlaqtab ularni shandiralaymiz? Bu to'lamasa, qara. O kichik narsa uningga ishonmaydi. Men bir kuchar ajdaho o'yini bilanla unimimni kuchaytiraman. To'g'ri. Men kichik ajdaholarni yaxshi ko'raman. Shibiling. Oh, men sizlarning sodiq chaqringlar. O'yliq ajdahoni qirpasi so'lab qo'ydi. Men sizlarga aytib qo'yay, u ajdahoni kelishini biladi. Bu uning qiliqi. Bizning bu yerda qandaqmi ajdaho bo'lsin? Men misol aytib qo'yay. Men boya tekshirdim. Xanjamat hayvonotlar bog'chasidan bir ajdaho chiqib ketibdi. Agar bugun Shibiling bo'lmagan bo'lsa, nima ishlar bo'lib ketadi-kin? Ha, pistek. Ehtimol sen xato so'zlab qo'ygansan. Yo'q. Men bu ishni yana o'qigan deb qarayman. Shunda otqanligini o'ylab ko'ringlar. Cho'qim Shibiling. Men muhofizat qo'shnim qarab kelay. Endi biz so'zsizni yo'qlab kelaylik. Men Shibilingni istay. Shibiling bir iqtidorli sehrigar. Men uni dushman emas, do'st deb qarayman. Nima, u do'stmi? O hozir Goginning dushmani. Uning kuchidan foydalansak, Goginni cho'qim mag'lub qila olamiz. Biz uning ishonishimiz kerak. Biz uningga o'zini oqlash fursati berishimiz kerak. Yaxshini yomon ko'rsatadigan aldamchilarni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz Shibilingga fursat beraylik. Ben bunda Boran çapkının zatını körüp bakmıram. Keldi. Eyrekle oldu. Bana geldi. Ağaçlar atakıldı. Hey! Lan Seymen! Hizrat çıkın oku!
Sen bu yerga nima ishga kelding? Şibilim kalmış kadın. Lekin o kalkın kırışını vurup yo'qotib ketdi. Hech yo'q, Oko. Yomg'irni to'xtadi. Xuddi sehr qilgandek bu qor yomg'irning kelishimi tez, ketishimi tez bo'ldi. Şibilim qilgan. Cho'qim qilgan. Men sehrgar, sehrlarni sezib olalayman. Qanday sehrlarni? Lekin sening pakiting yo'q, Oko. Biroq u kelganda bu yer bo'layotgan ishlarni bilmaysiz, sizmi ko'ryapsizmi? Menimcha uning sehrida qildi. Lekin sening pakiting yo'q. Pakitga ega bo'lishdan ilgari cho'qim barliq kuchimiz bilan peshxona qo'g'dishimiz kerak. Sening his qilganing to'g'ri, Oko. Yuz berayotgan hamma ish sehrning ishi. Biroq mening sehrim emas. Undaq kimni? Bilmayman, lekin bu sehrlar Diyaris orlidan kelyapti deb his qilaman. Sizlar darhol Shibelim bilan Diyaris orlig'i berib, zolim podshoh Goginning hukmronligini og'dirib, Dandun shohining o'rnini asliga keltiringlar. Fuqarolarning kutgan kuni kelib, Diyaris orlig'ida bayram bo'ladigan bo'ldi. Senin tedbirin yaman emasken ayviling. Şunda biz Şibilonga özümüzni bir tutib qolmasdan Haymanni mag'lub qilishimiz kerak. Cho'qim Shibilingni afv so'rashga majbur qilaman. Sizlar bilan birga kelganga ben pushaymon qilyapman. Deyman qo'rqinchlikka. Manga erishmanglar. Bu mening maxfiy sehrimga tutishadigan ishik. Meningcha sening maxfiy sehring maxfiy bo'lmay qoldi. Kerak yo'q. Hozir eng muhimi Dandun shohni qutqizib, Qabih Goginning hukmronligini og'dirib tashlash. Bu yerdan Dunbozimdan o'tib tushdi. Bu yerda cho'qim qiltaqpa. Esesdim. Astroq Oko. Tevish chiqamanglar. Gundupaylarning quliga ishitdik. Meningdan asraramanglar. Mening putimga tegmaydi. Turib qala. Dandun shoh oldimizdilar. Ana, uni sulg'an zindan. Bu yerda murakkabga. Tezdan tayyorlik qil, Oko. O bu yerda ekan, Gundupaymi yo'q ekan. Asma. Shibelim, sening qaytib kelishingni umid qilgandim. Xiymanni boshlab ketsan, men qutulib chiqaman deb o'ylamagandim. Seni qutuldirish uchun Shibelim bizni boshlab keldi. Biz Goginni qo'g'lab chiqarib, Diyaris orlig'ini ozod qilmoqchimiz. Ondan sening shohlik o'rningni asliga keltiramiz. Burunqiga o'xshash. Bu bir qiltaq. Men burilib ketdim. Kelganligimni qarshi olamiz Shibiling. Xizmatimning yerimni urildi. Yaxshi, bizning planimiz o'xshash. Qaraganda Okoning aytgan to'g'ri o'xshaydi. Shibelim bizni aldabdi. Shibelim, ular nima deyapti? Men sizlarga sodiq, sizlarni oldimadim. Gogin yolg'on aytyapti. U aramizga bo'lginchilik sanmoqchi. Sizlarning uningga osonla ishinib ketmaydiganliginglarni bilaman. Men burungi xatoligimni tuzatishni o'ylayman. Gogin, men seni og'dirib, haqiqiy podshohni asliga keltirgil keldim. Men tahdid chiramsan, yaxshi. Biroq men do'stlarim bilan zindonda o'tib ketishingdan ansirayman. Chunki men yana seninki yordamingga muhtoj emas. To'g'rimi, aybiling? To'g'ri. Shibiling bilan Hayman ikki inglizcha qilib ko'mishni chiqarib qo'yamdi. Aybiling. Barliq sehrlar aniq bo'ldi. Men ishonishim kerak Hayman. Bularning hammasini ular qilgan. Ular seni men ishonmaydigan qilmoqchi. Mening yana fursatning borligini ular o'ylamagan. Sana ishonma. Ular xatolashdi. Bizni xatoligini tuzatish fursati bermaydi deb o'yladik. Ular yana xatolashdi. Ikki inglizcha sehrlilikdagi ishi, shundaqmi?
Bağışlanınla, merhamet. Kaçmıyor burada. Ben onu salımı taşlap tutu alay değil mi? Yaxşı çare. Qandaq. Bu bağımlık kaldı da. Rahmet Şibelim. Xizmatingga tayyorman. Rahmat aka. Xizmatingga tayyorman. Endi Goginni topaylı. Bu yoqdan meni angla. Tizrek evrim. Biraz sihir işler. Uladırlı bu yer yitip geledi o. Ula o ışıkta мәңгі ötenmeydi. Menin sehrim olan tosun olalaydı. Abla lekin sen benim muhabbetçilerimden sırtı kaldırıp koydun. Sen bekle ötkensen. Ben bir yerde tursam muhabbetçinin mimik kergi var. Başqalar aldı eshikda, lekin men yana oqishibdim olsammikin. Muhabbetçi. Endi men Goginni tutaman. Men shundoq oson emas. Sarab tutmagan bosdan so'yilishini bilishi kerak. Hemen. Tez çık. Seni qanday qisirganligimni ko'rib tur. Gogin, nega qochmoqchisan? Endi qochib qutulanmaysan. Senin sehrin meninki yetmedi Şibilim. Niyetingden yan, xo'jayining Goginni qayt. Xo'jayinim Gogin emas, sen texmi emas. Undaqda meni oyimi dedimi? Men burun sening sehringdan qo'rqqan aybilim. Lekin endi qo'rqmayman. Chunki mening keynimda qudratli adolat bor. Undaqda biz ko'rib baqayli. Şibilim, biz endi urushmaylik. Biz azaldan yaxshi do'stlar edik-ku. Unutib qoldingmi? Men qo'rqqa aylanib ketishga roziki, sening bilan do'st bo'lishga rozi emas. Bo'ladi Şibilim. Undaq bo'lsa ixtiyor o'zingda. Sizlarning ishingizlar puxta emasga. Ayvilin tezroq sihir ishlar. Hareketni boshlayman, lekin sen uchun emas. Biz yaxshiroq so'zlasak bo'lamdi. Gogin jinoyatiga loyiq natijaga erishdi. Diyoris orli endi shodlik yesh to'kidi. Qiymat va sizlarga rahmat. Bo'libmi sana Shibilim. Sening burunqi qilganlaringni afv qilaman. Sening biz bilan birlikda kelgusini kutib berishingni qarshi olaman. Yangi do'stlarimning yordam bo'lmagan bo'lsa, har qancha qilsam g'alabaga erishaolmagan bo'lardim. O'qo, seni yangi do'stlarimning bir deb hisoblasam qo'shilamsa. Qo'shilaman. Ko'rdingmi Oko? Dunyodagi barliq kishilar o'zgaradi. Biz davomli kam qo'saq bo'lib, ular xatoligini tuzadigan fursat berishimiz kerak. Elbette, ben daim aytgandek, odam o'zgardi. To'g'ri aytding. Ba'zilar meni ishlatgan sehrimni ko'rmoqchi edi bu. Meningcha sen o'zingni g'oyib qiladigan sehrni ko'rsatib boq.
Ba'zida mening iqtidorimga qiziqadigan odam yo'qdek his qilaman. Keyin ko'rishaylik, og'ayni. Keyin ko'rishaylik sizlar. Sizlar bugungi hikoyada ko'rganinglardek odam o'zgaradi. To'g'ri aytding Dila. Shibeling aslida bir intayin eski serigati. Biroq uningda o'zini o'zgartib yaxshi odam bo'lish iqtidori bor. Seningda o'zing yoqtirmaydigan ba'zi narsalar bo'ladi. Masalan, nachar illatlar. Aldirab tuz demayman dema. Faqat sen haqiqiy xohlasanglar, yomon odatlaringni o'zgartira olasan. O'zgartira olmaydigan irodaga kelish o'zni o'zgartirishning birinchi qadami.